Assalomu alaykum. Penoblok O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 2026-yil 8-aprel holatida tayyor penobloklarimiz bilan tanishtirib o'taman. Tumbali penoblogimizdan bor, latogligidan ham bor, oddiy 20-30 olmish penoblogimizdan ham bor do'stlar. Mana sifatini ko'rishingiz mumkin. Ovoziga baho beramiz, o'ta zo'r holatda uni. Qattiq penobloklarimiz. Qurigan tayyorlardan 2-3 mingta bor. Oddiy 20-30 olmishlik penoblogimizdan 2-3 mingta bor. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joyda yuklab beryapmiz. Do'stlar, Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming joyda yuklab berayotgan penobloklarimiz. Sifati o'ta zo'r holatda. Ovozini eshitsizlar. O'ta zo'r holatda. Mana bunday tumbaligidan bor, latogligidan ham bor. Bu tumbani latogligidan ham bor. Uylarda eshik derazalarning ustiga sesmaga qo'yish uchun latogli penoblogimizdan ham bor. Bu penobloklarimiz Xitoy Hind parashogiga ishlab chiqarilyapti do'stlar. Xitoy Hind parashogini ham O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Ekranga nomer chiqarib qo'yamiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Qishlarimiz sifati o'ta zo'r holatda. Qattiq, yengil penobloklardan emas, og'irligi 15-16 kilo bemalol kelib taroziga qo'yib, sifatini qattiqligini ko'rib olaverasizlar. Qolaversa penoblokdan uy qurilgan, ichki remontlari, tashqi remontlarini kelib ko'rib olaverasizlar. Haqiqatan penobloklarimiz yoqsa olib ketasizlar. Hozirgi kunda tayyordan bor. Sifatli qattiq penobloklar qidirayotganlar uchun mana shunday penobloklarni tavsiya qilamiz. Ishlab chiqarish jarayonlari davom qilyapti. Kimdakim penoblok biznesiga qiziqayotgan bo'lsa, penoblok apparatlarini ham O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Hozirgi kunda yevro qoliplari bilan $900 dastavka o'rnatish o'rgatish ichida bo'lyapti. Do'stlar, mana sifatini yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Qattiq yumshoq penobloklardan emas, yengil penobloklardan emas. Yengil 9000, 10 mingga penoblok so'rayotganlar uchun ularga ham chiqarib beramiz. Muammosi yo'q. Faqatgina 11-12 kilo atrofida bo'ladi. Og'irligi 15-16 kilo bo'lmaydi do'stlar. Xullas, videomiz yoqgan bo'lsa, layklarni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yamiz.